Xonimlar va janoblar, bugungi videoda men sizlarga 20 dollardan tortib 200 dollargacha qanaqa qilib pul topishingizni o'rgatmoqchiman. Kompyuteringiz orqali. Kod yozishni bilishingiz shart emas, umuman hech nimani bilishingiz shart emas. Shunchaki nimani bilishingiz shart bo'lgan narsa ingliz tilini ozgina bilishingiz kerak. Xo'p, endi ekranimga e'tiborlarini qaratadigan bo'lsalar, 20 dollardan 200 dollargacha pul topish. Sotishdan oldin birinchi qiymat berishimiz kerak bozorga. Qiymat nima deydigan bo'lsangiz, qanaqadir muammoga solution, ya'ni yechim topib berishingiz kerak. Qiymat berish uchun birinchi muammoni topib olishimiz kerak aytgancha. Muammoni topish uchun shunchaki atrofimizga qarashimiz kerak. Ko'plab bizneslar bor atrofimizda. Salon bo'lishi mumkin, klinikalar bo'lishi mumkin, o'quv markazlari bo'lishi mumkin. Barchasi qanaqadir biz bilmagan, biz hayolimizga keltirmagan muammolarga duch kelishyapti. Va u muammolarni borligini o'zlari ham bilishmaydi. Shuning uchun birinchi bo'lib biz qiladigan narsamiz, sizda mana shu muammolar bor deb ularga bilintirishimiz kerak, qanaqa muammolar borligini va mana biz shunga o'xshagan yechimlarni sizga taklif qilamiz. Agar xohlasangiz, sizni biznesingizga qo'yib beramiz deymizda va ularga offer qilishni boshlaymiz. Endi nima deydigan bo'lsangiz, ko'plab bizneslarda Instagramiga boradigan bo'lsangiz yoki bo'lmasa qanaqadir veb-saytiga boradigan bo'lsangiz, hech qanaqa aksariyatida booking sistem yo'q. Misol uchun salonda oladigan bo'lsak, salonda maqsadi ko'proq client jalb qilish, to'g'rimi? Endi veb-saytlari bor, zo'r, biz shunga o'xshagan xizmatlar taklif qilamiz deydi, telefon raqamimizga telefon qiling deydi. Endi ba'zi insonlar telefonda gaplashishni xohlamasligi mumkin. Shu yerda booking degan bo'lsa, misol rezervatsiya qilish degan joy bo'lsa, shunday kiradi, o'ziga qulay vaqtni tanlaydi, agar available bo'lsa, dars bosadi. U yog'da turgan salondagi yoki klinikadagi inson ham telefonda javob berib, ha deb 2007-yildan qo'ygan daftarga yozib o'tirish shart emas. Shu sistemani biz avtomatlashtirib, kompyuterda cho'tki chiroyli qilib yaratamiz va bizneslarga offer qilishni boshlaymiz. Demak, boshladik. Endi ekranimga e'tiborlarini qaratishni xohlayman. Nima qilishimiz kerak? Birinchi bo'lib Google kalendarni ochishimiz kerak kompyuterimizda. Bolalar yaqinda Google o'zini yangi booking sistemasini nima qildi? E'lon qildi. Buni o'zi aytib tashlayman, sizlarga boshidan ko'rsataman. Xo'p, bu nima deydigan bo'lsangiz, oldin qanaqadir booking sistemidan foydalanadigan bo'lsangiz, misol uchun booking.com yoki bo'lmasam qaysi edi? Xullas shunga o'xshagan 3 applicationni ishlatishingiz kerak bo'lardi va unga oylik pul to'lashingiz kerak bo'lardi. Lekin Google kalendarda biz umuman hech qanaqa pul to'lamaymiz. Men sizlarga hozir noldan yaratishni boshlaymiz. O'rgataman. Xo'p, qaranglar, mana aytaylik, bugun 20-chi, mana kalendarimiz bo'sh. Xo'p, create degan joyga kelamiz. Appointment schedule degan joyga kiramiz. Xo'p, endi title. Endi qanaqadir kompaniya, maktab, любой qanaqadir biznes bo'ladigan bo'lsangiz, xuddi shu ko'rinib turadi. Biz birma-bir o'z maslarga setup qilishni ko'rsataman. 10 minut, 15 minut ichida siz $1 million kompaniyani booking sistemasini yaratishga qodir bo'lasiz. Xo'p, ketdik. YouTube. Короче, yangi keyboard olganman. Sekinroq yozsam xafa bo'lmaysizlar. Notebookda laptopda короче keyboardga o'rganib qolganman, bunda o'rganishim kerak. Hop, anyways. YouTube uchun test. Yana doimgidek YouTube uchun test. Appointment duration deyapti. Misol uchun shifokor bo'ladigan bo'lsangiz, qabulingizga qancha vaqt ketadi bitta bemorni qabul qilishingiz uchun? 15 minutmi, 30 minutmi, 45 minutmi, 1 soatmi? Aytaylik, biz yarim soat qilaylik. Yarim soat kerak bo'ladi sizga. Agar sartarosh bo'ladigan bo'lsangiz 1 soat qilishingiz mumkin. Xo'p, general availability deyapti. Mayda o'zi o'sha mavjud bo'lgan kunlaringizni setup qilishingiz mumkin. Ya'ni misol uchun Sunday deyapti, yakshanba kuni unavailable. Yakshanba kuni dam olishingiz mumkin. Agar dam olmaydigan bo'lsangiz, pilni stop kelib turib qo'shishingiz mumkin bu yerda. Agar dam oladigan bo'lsangiz, o'chirib qo'yasiz. Endi aytaylik, payshanba kuni ham dam oladigan bo'lsangiz, bunday qilib o'chirib qo'yishingiz mumkin. Dam olmaydigan bo'lsangiz, yana qo'shib qo'yishingiz mumkin. Ko'ryapsiz-a? Mana shanba, yakshanba kuni dam olish kuni ekan. Xo'p. Biz endi shanba kunini ham ish kuni qilamiz, lekin shanba kuni aytaylik, soat 11 dan boshlaymiz. 11 dan boshlaymiz va 5 gacha bas, 3 gacha ishlaymiz. 3 PM gacha mana. Shanba kuni aytaylik, korotkidin, faqat 4 soat ishlaymiz xolos. Xo'p, endi bu yerda O'zbekiston timeini qo'yishingiz mumkin. Maniki Warsawda turib turadi hozircha, sizlarga ko'rsatish uchun. Xo'p, scheduling window available now, start in 8 dates and can be booked.
Xo'p, bag'i shunday turaveradi. Endi qancha oldindan turib sizga book qilishlari mumkin. 60 kun oldindan boshlab sizlarga rezervatsiya qoldirishi mumkin. 60 kun, buni xohlasalar 50 kun, xohlasalar 30 kun qilishlari mumkin. Agar har haftada, har 15 kunda misol uchun rejangiz o'zgarib qoladigan bo'lsa, men sizlarga recommend qilgan bo'lardim. Buni 15 kun yoki 20 kunga qilib qo'yishingizni. Demakki 60 kun oldin kimdir payshanbaga qiladigan bo'lsa, siz payshanbadan 15 kun oldin fikringiz o'zgarib qolib, rejangiz o'zgarib qolib, Toshkentga ketishingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni booking nima bo'lib qoladi? Chata bo'lib qoladi. Xo'p, net soat oldin. Men buni aytaymi, net soat oldin qilgan bo'lardim. 1 soat oldin qilgan bo'lardim. Demakki, meni rasm maqsadim ishlash bo'ladigan bo'lsa, har doim o'sha ishxonada turadigan bo'lsam, 1 soat oldin nima qilishlari mumkin? Book qilishlari mumkin. Yoki yarim soat qilsa ham bo'ladi buni menimcha. Yo'q, bo'lmas ekan. 00 bo'lmas ekan. Короче, 1 qilib qo'yaylik, 1 soat. Change dates availability. Change the dates availability. Yo'q, bu ham turaveradi. Settings kiramiz. Ko'rib turganingizdek, juda ham oson, ingliz tilini bilsalaring ham ozgina bo'ldi. Xo'p, qanaqa rangda qilamiz? Sariq. Men sariq tanladim, o'zim bilmayman. Yashil qilaylik, soqayu. Xo'p, next. Next testdik. Booking photo name YouTube uchun test. Xo'p, metga brand line rasmlarni qo'ysalaring ham bo'ladi. Misol uchun aytaylik Google account line'da meniki M turibdi, xolos rasmim yo'q. Agar Google account line'da rasm qo'ysalaring profillaringga xuddi shu rasm metga kelib chiqadi. And location. In person meeting qilamiz. Mana bu yerda e'tibor berishimiz mumkin bo'lgan narsa bor ekan, qaranglar. Google Meet va video conferencing bo'lishi mumkin. Google Meet orqali onlayn ko'rishishingiz mumkin. In person bo'lishi mumkin. Sizni qabulingizga kelishi mumkin yoki telefonda gaplashadigan yoki qanaqadir later I'll update. Keyinroq update qilaman deyishingiz mumkin. Endi bizniki in person ko'p hollarda. Hop, location Toshkent qilamiz. Ko'rib turganingizdek, mana Toshkent O'zbekiston chiqdi. Description. Bu biz kimga qilyapmiz o'zi? Salonda deylik. Bu bookingda sizga eng zo'r sartaroshlar xizmat qiladi. Ko'rishguncha. Короче, bu unga qachonki email borgandagi ko'rinadigan bookingda description, ya'ni o'sha tasvirlovchi naqasi so'zlari. Xo'p. Booking form. Booking form degani uni klientda mijozda nimasini olib qolmoqchisiz? Siz email adresini, ismini va so'nggi ismini olib qolishingiz aniq. Va bunga biz yana telefon raqam qo'shishimiz mumkin. Required qilib add item qilamiz. Mana Dilshod Ergashev palondaqa bunaqa email adres va telefon raqami. Siz telefon qilishingiz mumkin yoki email ham jo'natishingiz mumkin. Bu bizga nimaga qo'l keladi? Chunki keyinchalik misol uchun aytaylik, o'sha inson bir marta keldi sizni sartaroshxonangizga, saloningizga bir marta keldi va boshqa qaytib kelmadi. Sizda email adresi ham bor, telefon raqami ham bor. Keyinchalik email marketingdan foydalanib turib, ularga diskount, agar payshanba kuni keladigan bo'lsa, sizga 15% diskount bor yoki 20% diskount bor yoki siz sovg'a yutib olish imkoniyatiga egasiz agar 10 marta kelib bizni salonimizda qatnashsangiz degan shunga o'xshagan emaillarni jo'natishingiz mumkin. Bu juda ham kelgan klientlarni yana ham sizni saloningizga yana qaytib kelishiga ruhlantirish bo'ladi. Xo'p, booking confirmation and reminders deyapti. Uni kalendariga agar ulangan bo'lsa, avtomatik kalendarda paydo bo'ladi. Xo'p, save qilamiz. Save qilganimizdan keyin mana booking appointment schedule YouTube uchun test Toshkentda bo'lar ekan. Bu bookingda sizga eng zo'r sartaroshlar xizmat qiladi. Ko'rishguncha. Booking formimiz bor mana. Ma'ruf Davlatov. Xo'p. Hammasi tayyor. Endi
Open bookings page deyapti. Klientingizga ko'rinadigan face, klientingizga ko'rinadigan interface mana shu bo'ladi. Mana aytaylik, dushanba kuni 9, 9:30, 15. Bitta narsa esimdan chiqibdi. Hozir aytib o'tishim kerak. Edit qilamiz. 30 minutdagi misol uchun 30 minutda qabul qilasiz kimnidir. Shu orada sizga qancha vaqt kerak, tanaffusingiz bo'lishi kerak. Misol uchun kimnidir qabul qilib bo'lishingizga keyingi insonni qabul qila olmaysiz. Orada 15 minut choy ichishingizga yoki qanaqadir kofe ichishingizga nima deydi? Break bo'lishi kerak. Shu breakda hozir setup qilish esdan chiqdi, shuni qilamiz hozir. Mana booked appointment degan joyga keladigan bo'lsak, mana yerda o'rtadagi tanaffusni belgilashimiz mumkin. Tanaffusimiz 30 minut bo'lishi mumkin. Aytaylik 15 minut tanaffus qilaylik orada. 15 minut. Limit how many booked appointments to accept in a single day. Bir kunda yana qancha appointment qabul qilishingiz mumkin. Agar aytaylik faqat siz bir kunda 10 ta yoki 15 ta qabul qila olasiz degan bo'lsangiz, buni ham setup qilishingiz mumkin. Keling, buni setup qilmaylik. Qancha klient ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi bizga. Xo'p, next. Save. Kelib refresh qilamiz. Mana ko'rib turganingizdek 9 dan 9:30 gacha biz booking time'imiz. Endi 15 minut dam olgani uchun shifokor yoki salon shu sartaroshxona 9:45 dan available bo'ladi, ko'ryapsizlarmi? 9:45. Уже ideyani onlayn. Mana shanba kuni ko'rib turganingizdek faqat 2, 4, 5 tagina. Faqat 5 soat, 4 soat ishlashgani uchun faqat 5 ta dona klient qabul qilishadi xolos. Mana ko'rib turganimizdek xuddi shu. Endi ko'rib turganingizdek hammasi chotki setup qilib bo'lindi. Share yozib turib, website embed qilishimiz mumkin. Website embed qilsak qani nima bo'lar ekan? Button pop up. Xo'p, qanaqadir websaytingiz bo'ladigan bo'lsa, uni kodiga kirib turib, xuddi shuni copy qilib turib, main bodyga shunday copy paste qilib qo'yadigan bo'lsangiz, pop up bo'lib chiqadi. Qachonki sizni websaytingizni kimdir kuzatayotgan bo'lsangiz, book now, reserve now deb chiqadigan embed qilishimiz mumkin. Endi men hozir uni qilmayman, keyingi videolarda balki qilishimiz mumkin. Agar qiziqsalaring, kommentda yozib qoldiradigan bo'lsalaring, copy link qilamiz. Instagramda ko'pchilikni ko'rdim, tap linkdan, Linktree dan yoki bo'lmasam bacons.com dan foydalanar ekan. O'sha linklaringizni bitta joyga yig'ish uchun copy link qilib turib, o'shga bitta paste qilib qo'yamiz va kimdir uni ustiga yozadiganda, o'sha reservation deb yozib, shu linkni paste qilib qo'yadigan bo'lsangiz, klientga mana shu ko'rinadi. Endi biz book qilamiz, aytaylik. Mana ismim, familiyam, telefon raqamim, random phone number again, email address marjondavlatov@gmail.com. Book. Booking confirmed, email sent to marjondavlatov@gmail.com. Toshkentda bo'lar ekan. Xo'p, close. Endi men aytganimdek qilib turib emailimni tekshiraman. Ma'ruf Davdan keldi mana. Invitation from sender. YouTube uchun test. Xo'p. Ko'rib turganlaringda mana YouTube uchun test degan 21-aprelga qildik. 9 am dan 9:30 gacha. Toshkentda bo'lar ekan. Telefon raqamimiz mana. Confirmation keldi. Endi ko'rib turganlaringdek bu juda ham bir qanaydir tushunarsiz email keldi to'g'risi. Cancel appointment, book another appointment. Bu faqat ingliz tilida kelyapti. Endi buni o'zbekchada qilishimiz uchun make.com dan foydalanib turib YouTube'ga o'girishimiz, YouTube bas, Telegramga o'girishimiz mumkin buni masalan. Qaranglar, misol uchun bitta oddiy inson bo'ladigan bo'lsa, buni tushunmay qoladi. Qanday bo'ldi, nima bo'ldi. Atak sizlar ideyani onlayn, keyingi videolarimizda xudo xolasa bookingdan foydalanib turib, make.com dan foydalanib turib, qanaqa qilib buni Telegramga o'girishimiz yoki bo'lmasam Google Sheetga o'tkazishimiz haqida gaplashamiz. Endi men o'zim ham bitta emailimni tekshirib olaman. Aytaylik, bu mana siz biznesda egasining emaili. Qani yangi appointment booked YouTube uchun testga. Men sizga yangi appointment keldi deyapti. Men ko'rib turganingizdek unchalik tushunarli emas. Misol O'zbekistonga qilyapmiz buni.
ingliz tilida kelyapti mana bu email adreslar. Buni keyingi videoni ko'rsalar, xudo xolasa make.com dan foydalanib, automationdan foydalanib turib, ularni o'zbekchaga o'giramiz va Telegramda qilamiz. Qachonki bizga yangi email kelganda sразу uni Telegramga o'giradi, klientga ham yoki bo'lmasam biznes egasiga ham Telegram orqali jo'natadigan qilamiz yoki WhatsApp uchun WhatsAppdan jo'natadigan qilsak ham bo'ladi. Farqi yo'q. Xo'p, ideyani onlayn уже 10 minutda 10 minut 15 minutda уже bitta booking sistemi yaratishni o'rganib onlayn. Hech qanaqa qiyin joyi yo'q buni. Shunchaki inglizini ozgina bilishimiz kerak va oddiy narsa, вообще oddiy narsa. Endi biz qiladigan ishimiz shunchaki telefon qilib turib, o'sha booking sistemasi yo'q bizneslarga telefon qilib turib, aka, mana qarang, sizda booking sistemi yo'q ekan, men shunga o'xshagan booking sistemalarni offer qilaman. Davay shuni nima qilamiz? 500 mingga qilib beraman men sizga. Yoki bo'lmasa 1 millionga men sizga qilib beraman. Tonalab vaqt tejashingiz mumkin degan bo'lsangiz, ancha-muncha odam yo'q demasa kerak deb o'ylayman. Xo'p, video foydali bo'ldi deb o'ylayman. Agar kuzatib borsalaringiz shunga o'xshagan zo'r normalniy videolar qilishda davom etamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Xayr.